deyishdi. Yoksa sizni albatta zeriktirmas edim. Aniqmi? To'g'ri gap. Otam Toshkent borganlarida to'ppa-to'g'ri sizning eshigingizga tushsinlar-da. Siz saroyga tushing. Bu taraf bilan o'tkazinglar bega. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum Sattor aka. Alaykum assalom, Xaljon. Sattor aka, hozir sizning yoningizga shogird yuboryapmiz. Unga teatrni tanishtirib, nima qilish kerakligini tushuntirib qo'ying, maylimi? Demak, vaqti kelibdi-da. Endi siz ham dam oladigan paytingiz keldi. Uyda nevaralar oldida qarlik gashtini so'ring. Shu safardan Bo'ldi. Bekni uylantirish. Hammasini aytganingizdek qilaman. Rahmat. Teatr sizni unutmaydi. Uylanishdek nozik bir ish dunyoda yo'q. Uylangach xotining ta'binga muvofiq kelsa, bu juda yaxshi. Yo'qsa buncha boya jiyan aytganday xotin erga muvofiq uttab bo'lsa, shuni o'zi bor. Uylanishdagi ixtiyorimiz Bu yangi shogird shu bo'ldimi? Qorovullik uchun tayinlangan yangi tizim. Identifikatsiya E7. Bino holati 67% yaroqsiz. Devorlarda namlik. Chiroq tizimi ham nosoz. Sen odamlarni emas, devorlarni teshuvchi bo'lib chiqding. Tekshiruv vazifaning bir qismi. Vazifa yurak bo'lmasa, vazifa ham tosh bo'ladi, uka. Sizning gaplaringizda mantiq yo'q. To'g'ri, mantiq yo'q, lekin hayot bor. Mana bu yerda eng katta olqishlar yangragan. U paytlar odamlar teatrni yuragida olib yurgan. Olqish, tovush to'lqini To'lqin deysan. Yuragingning o'rnida kalkulyator joylashgan shekilli. his tuyg'ularni tushunish men uchun majburiy emas. Bilaman. Lekin har bir temirda ham zig'ircha bo'lsa ham issiqlik bor. Tushundingmi? Kel, o'tir. Menda o'tirish zarurati yo'q. Ba'zida zaruriyat emas. Odat odamni odam qiladi. Tushunarlimi? sizga taraf yo'q, tog'a. Foydan ich. Men suyuqlik iste'mol qila olmayman. Bilaman. Lekin choy faqat ichish uchun emas. Suhbat uchun kerak. Ha, sahna qoladi. Faqat endi kim qaraydi unga? Men Sen? Senga sahnani ishonib bo'ladimi? Robot. ishonch bu matematik hisob emas. Uni o'rganishim kerak. Ha, o'rganaver. Omon bo'ling. Balki bir kunmas bir kun odam bo'lib qolarsan. Men ham hayron bo'lib qoldim. Yo'qsa ayni bir Bitta narsani yaxshilab bilib ol. Teatrni hech qachon jim qoldirma. Qabul qilindi. Teatr jim qoldirilmasin. Yozib olsang bo'lardi. Emir